Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim, dolzarb va eng asosiysi har birimizning kundalik hayotimizga bevosita ta'sir qiluvchi bir mavzuni atroflicha muhokama qilamiz. Agar siz pensiyada bo'lsangiz yoki ota-onangiz, bobo-buvalaringiz bo'lsa, diqqatingizni maksimal darajada jamlashingizni so'rayman. Chunki hozir aytiladigan ma'lumotlar siz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Menimcha, ko'pchiligingiz allaqachon eshitgansiz. Ammo bu boradagi to'liq, aniq va ishonchli ma'lumotlar hali ko'pchilikka yetib bormagan. Aynan shu sababli bugun biz pensionerlar uchun mo'ljallangan maxsus transport kartalari, ularning qanday ishlashi va bu yangi tizimga o'tish bo'yicha to'liq ko'rsatma bilan tanishamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, biron daqiqasini ham o'tkazib yubormang. Va albatta hozirroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu bizning jamoamiz uchun katta motivatsiya va siz ham muhim yangiliklardan doimo xabardor bo'lib turasiz. Muammoning mohiyati, oldin qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? Keling, avval vaziyatni tushunib olaylik. Yaqin vaqtgacha pensionerlarimiz jamoat transportidan foydalanishda ma'lum imtiyozlarga ega edilar. Ko'pchilik buni yaxshi biladi. Ayniqsa keksa avlod vakillari uchun bu an'anaviy holat edi. Masalan, shaharlararo va shahar ichidagi avtobuslarda, ba'zi hududlarda, tramvay va metroda ham pensionerlar pasportini yoki pensiya guvohnomasini ko'rsatib, bepul yoki sezilarli imtiyoz bilan harakatlanish imkoniyatiga ega edilar. Bu tizim o'zining ijobiy tomonlariga ega edi. Chunki u ijtimoiy himoyaning muhim bir qismi hisoblanar edi. Qariyalarimizning ijtimoiy faolligini saqlash, ularning turli xizmatlardan, shifoxonalardan, bozorlardan va boshqa joylardan bemalol foydalana olishi uchun bu imtiyoz juda muhim edi. Biroq har qanday tizimda bo'lgani kabi bu eski tizimda ham o'z kamchiliklari bor edi. Eng avvalo nazorat qilish mushkul edi. Haydovchi yoki konduktor har bir yo'lovchining pensiya guvohnomasini tekshirishi ko'p vaqt talab qilardi. Bu esa transport harakatining sekinlashishiga olib kelardi. Shuningdek, ba'zi hollarda turli suiiste'molliklar ham kuzatilishi mumkin edi. Masalan, bir kishining guvohnomasidan boshqa birovning foydalanishi yoki hujjatning haqiqiyligini aniqlashda qiyinchiliklar tug'ilishi mumkin edi. Transport kompaniyalari uchun bepul tashilgan yo'lovchilar sonini aniq hisobga olish, davlatdan kompensatsiya olish jarayonini murakkablashtirardi. Bu esa moliyaviy hisobotlarda noaniqliklarga va samarasizlikka olib kelardi. Mana endi, aziz do'stlar, vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumatimiz tomonidan qabul qilingan yangi qarorga binoan pensionerlarning jamoat transportidan foydalanish tartibi modernizatsiya qilindi. Endilikda eski usul, ya'ni pasport yoki pensiya guvohnomasini ko'rsatib bepul yoki imtiyozli yurish amaliyoti bosqichma-bosqich bekor qilinadi. Uning o'rniga har bir pensionerga maxsus transport kartalari joriy etilmoqda. Bu kartalar raqamli tizim asosida ishlaydi va har bir pensionerning imtiyozli sayohat huquqini avtomatlashtirilgan tarzda ro'yxatga oladi. Maqsad tizimni shaffof, samarali va qulay qilish. Ya'ni, endi siz shunchaki kartani validatiga tekkizasiz va sayohatingiz qayd etiladi. Bu nafaqat sizga, balki transport kompaniyalariga ham, davlatga ham katta qulaylik yaratadi. Hisob-kitoblar aniq bo'ladi. Suiiste'molliklar kamayadi va eng muhimi, yo'lovchi oqimi tezlashadi. Bu o'zgarish nafaqat qulaylik, balki umuman ijtimoiy himoya tizimini raqamlashtirish sari qo'yilgan muhim qadamdir. Maxsus kartalar nimalarni bilish kerak? Kimlar uchun dolzarb va kimlar uchun emas? Keling, ushbu yangi tizimning eng muhim jihatlarini batafsil ko'rib chiqaylik. Bu kartalar qanday ishlaydi? Kimlar ularni olish kerak va kimlar uchun bu yangilik unchalik muhim emas? Birinchidan, kimlar uchun bu kartalar degan savolga aniq javob beraylik. Bu maxsus transport kartalar O'zbekiston Respublikasining qonunchiligida belgilangan tartibda pensiya oluvchi barcha fuqarolar uchun mo'ljallangan. Bu nafaqat yoshga doir pensiya oluvchilar, balki nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar va qonun bilan belgilangan boshqa turdagi ijtimoiy nafaqa oluvchi barcha imtiyozli toifadagi fuqarolarga ham tegishlidir. Ya'ni, agar sizning pensiya to'lovlarida rasman ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, bu yangilik sizga bevosita taalluqli. Ikkinchidan, kimlar uchun bu yangilik unchalik dolzarb emas? Ushbu kartalar asosan jamoat transportidan muntazam foydalanadigan pensiya oluvchilar uchun juda muhimdir. Agar siz shaxsiy avtomobilingizda harakatlanadigan bo'lsangiz yoki jamoat transportidan juda kam, yiliga 1-2 marta foydalansangiz, ushbu kartani olish shart emasdir. Ammo shuni ham yodda tutingki, hayotda har qanday vaziyat bo'lishi mumkin.
shaxsiy mashinangiz buzilib qolishi, taksiga pulingiz bo'lmasligi yoki uzoq joyga borishingiz kerak bo'lishi mumkin. Bunday hollarda maxsus karta juda oz qotadi. Shuning uchun men har bir pensionerga imkoni boricha ushbu kartani olishni tavsiya qilaman. Bu bir marta qilinadigan ish, ammo keyinchalik ko'p qulayliklar yaratadi. Keling, bir nechta aniq misollarga murojaat qilaylik. Birinchi misol, Oysha buvi 75 yoshda. U Toshkent shahrining Yunusobod tumanida yashaydi. Har kuni ertalabki nonushtadan keyin bozorga boradi. Nabiralarini bog'chadan olib keladi. Dorixonaga qatnaydi. Uning yo'nalishi kuniga kamida 2-3 marta avtobusdan foydalanishni taqozo etadi. Ilgari u pasportini ko'rsatib yurardi. Endi tasavvur qiling, har safar pasportni sumkadan olib haydovchiga ko'rsatish. Ba'zida tiqilinchda noqulayliklarga duch kelish qanchalik qiyin bo'lgan. Yangi tizimda Oysha buvi o'zining maxsus transport kartasini oladi. Avtobusga chiqqach, shunchaki kartani validorga tekkizadi, ovozli xabar eshiting. Imtiyoz tasdiqlandi va bemalol joyiga o'tiradi. Bu uning uchun nafaqat vaqtni tejash, balki ortiqcha tashvishlardan xalos bo'lish ham demakdir. Bir oyda Oysha buvi avtobusda taxminan 690 marta yuradi. Har bir sayohatning qulayligi uning kayfiyatiga va sog'lig'iga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa juda muhim. Ikkinchi misol, Ahmad bobo 68 yoshda. U Farg'ona viloyatining chekka qishloqlaridan birida yashaydi. Shahardagi poliklinikaga har oyda bir marta nazoratga borishi kerak. Qishloqdan shaharga borish uchun avval ikki qishloq avtobusida, so'ngra markaziy avtostansiyadan shahar avtobusiga o'tiradi. Umumiy yo'l haqi agar to'liq to'lanadigan bo'lsa, bir oyda Ahmad boboning pensiyasining ancha qismini tashkil etishi mumkin. Ilgari Ahmad bobo qishloqdagi avtobusda ham, shahardagi avtobusda ham pensiya guvohnomasini ko'rsatib bepul yoki imtiyozli yurardi. Endi u ham maxsus kartaga ega bo'ladi. Uning kartasi butun viloyat hududida agar imtiyoz mavjud bo'lsa, bemalol ishlash kerak. Ya'ni uning yashash joyi qaysi viloyatda ekanligi yoki shahardan uzoqligi ahamiyatli emas, muhimi u rasman pensiya oluvchi bo'lsa kifoya. Bu tizim Ahmad boboga har oylik safarlarda katta iqtisodiy yengillik beradi. Bir marta karta olib, uni doimiy ravishda ishlatishi uning byudjetiga ancha yordam beradi. Uchinchi misol, Gulnora opa 60 yoshda nafaqaga chiqqan, lekin ishlaydi. U kasalligi tufayli nogironlik pensiyasini ham oladi. Gulnora opa ishiga borish uchun har kuni metro va avtobusdan foydalanadi. Uning ikkita imtiyozga ega bo'lishiga qaramay, eski tizimda bu qandaydir murakkablik tug'dirmasdi. Chunki u faqat bitta imtiyozni ishlatardi. Ammo yangi tizimda u bitta universal maxsus kartaga ega bo'ladi. Bu karta Gulnora opaning barcha mavjud imtiyozlarini o'zida mujassam etadi. Ya'ni u bitta karta bilan ham metroda, ham avtobusda imtiyozli yo'l haqi to'lab yoki bepul harakatlanishi mumkin. Bu juda muhim. Chunki endi har bir imtiyoz uchun alohida hujjat ko'rsatish shart emas. Raqamli karta barcha ma'lumotlarni o'z ichiga oladi va avtomatik ravishda tegishli imtiyozni qo'llaydi. Bu uning uchun nafaqat qulaylik, balki turli qog'ozbozliklardan xalos bo'lish ham demakdir. Tizimning ishlash prinsipi juda oddiy va zamonaviy. Har bir karta o'zida maxsus chip va noyob identifikatorga ega bo'ladi. Bu identifikator egasining pensiya ma'lumotlari bilan bog'langan bo'ladi. Transport vositasida o'rnatilgan validatorga kartani tekkizganingizda, tizim bir zoomda kartani skanerlaydi. Egasining imtiyozlari haqidagi ma'lumotlarni tekshiradi va tegishli harakatni, bepul sayohatni ro'yxatga olish yoki imtiyozli tarifni amalga oshiradi. Barcha ma'lumotlar markazlashgan bazaga yuboriladi. Bu esa transport kompaniyalari uchun aniq hisobot yuritish imkonini beradi. Davlat esa bu ma'lumotlar asosida kompaniyalarga ko'rsatilgan imtiyozlar uchun kompensatsiya to'laydi. Bu shaffoflikni oshiradi va suiiste'molliklarning oldini oladi. Imtiyozli sayohat huquqi deganda ko'pincha bepul degan tushuncha nazarda tutiladi. Biroq shuni ham yodda tutish kerakki, qonunchilikda ba'zi toifalar uchun mutlaq bepul, ba'zilar uchun esa ma'lum foizlik chegirma ko'rinishida imtiyozlar belgilanishi mumkin. Maxsus karta aynan sizning holatingizga qanday imtiyoz qo'llanilishini aniq ko'rsatadi. Siz bu borada hech narsa haqida qayg'urmasangiz ham bo'ladi. Chunki tizim hamma narsani avtomatik tarzda hal qiladi. Sizdan talab qilinadigan kartani olish va undan to'g'ri foydalanish. Yana bir muhim jihat. Bu kartalar faqat transport uchun mo'ljallanganmi yoki ularni boshqa joylarda ham ishlatish mumkinmi? Hozircha asosiy maqsadi jamoat transportidagi imtiyozlarni avtomatlashtirish. Lekin kelajakda bu kartalarning funksionalligi kengaytirilishi
ularga boshqa ijtimoiy xizmatlar, masalan, dorixonalar, shifoxonalar yoki madaniy tadbirlarga kirish kabi imtiyozlar ham yuklanish ehtimoli bor. Bu hozircha taxmin. Ammo raqamlashtirish aynan shunday imkoniyatlarni yaratadi. Hozircha esa uning asosiy vazifasi transport sohasiga tegishli ekanligini yodda tutishimiz kerak. Umuman olganda, bu o'zgarishlar pensionerlarimizning hayotini yanada qulaylashtirishga qaratilgan bo'lib, ular zamonaviy texnologiyalardan bahramand bo'lishlari uchun sharoit yaratadi. Qog'oz guvohnomalar davri o'tmishda qolmoqda. Raqamli davr bizning har bir jabhamizga kirib kelmoqda. Bu ayniqsa katta shaharlarda jamoat transporti tarmog'i rivojlangan joylarda juda katta qulaylik yaratadi. Masalan, Toshkent, Samarqand, Buxoro kabi shaharlarda harakatlanish tezligi oshadi, tiqilinchlar kamayadi. Chunki har bir yo'lovchi o'z kartasini shunchaki validaytarga tekizib o'tib ketadi. Bu juda muhim qadam. Istisnolar, to'siqlar va noaniq jihatlar har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi bu maxsus transport kartalar tizimida ham ba'zi istisnolar, kutilmagan vaziyatlar va noaniq jihatlar bo'lishi mumkin. Keling, ularni birma-bir ko'rib chiqaylik. Chunki bu sizni kelajakdagi muammolardan himoya qilishi mumkin. Birinchi istisno yoki noaniqlik kartaning ishlamay qolishi yoki yo'qotilishi. Tasavvur qiling, siz yangi kartani oldingiz. Undan bir necha marta foydalandingiz va bir kuni u to'satdan ishlamay qoldi. Yoki undan ham yomoni uni yo'qotib qo'ydingiz. Bunday holatda nima qilish kerak? Avvalo vahimaga tushmang. Texnik nosozliklar har qanday tizimda bo'lishi mumkin. Agar karta ishlamay qolsa, birinchi navbatda transport vositasidagi konduktor yoki haydovchiga murojaat qiling. Ular tizimdagi kichik nosozliklarni hal qilishda yordam berishi mumkin. Agar muammo kartaning o'zida bo'lsa, u holda siz uni olgan joyingizga, masalan, O'zbekiston pochtasi filiallariga yoki mahalliy transport boshqarmasi markazlariga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. U yerda mutaxassislar kartani tekshirib ko'radi va agar zarur bo'lsa, uni almashtirib beradi. Odatda bunday holatda sizdan yangi karta uchun kichik bir to'lov undirilishi mumkin. Lekin sizning imtiyozlaringiz saqlanib qoladi. Karta yo'qotilgan taqdirda ham shunday. İmkon qadar tezroq kartani olgan joyingizga yoki tegishli aloqa markaziga xabar bering. Kartani blokirovka qilishlari va sizga yangisini rasmiylashtirishlari uchun ariza yozishingiz kerak bo'ladi. Unutmangki, har bir kartaning o'z noyob raqami bor va o aynan sizning shaxsingiz bilan bog'langan. Shuning uchun kartangizni ehtiyot qiling. Ikkinchi noaniqlik, doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olinmagan pensionerlar. Ba'zi pensionerlar doimiy yashash joylaridan boshqa joyda vaqtincha yashashlari mumkin. Masalan, ro'yxatdan o'tgan manzili Toshkent viloyatida, ammo farzandlarnikida Toshkent shahrida yashab turibdi. Bunday holatda maxsus kartani qayerdan olish kerak? Asosiy qoida shundaki, karta sizning rasmiy ro'yxatdan o'tgan manzilingiz bo'yicha, ya'ni pensiya ta'minoti amalga oshirilayotgan hududiy bo'lim orqali beriladi. Agar siz vaqtincha boshqa joyda yashayotgan bo'lsangiz, baribir kartani rasmiy ro'yxatdan o'tgan hududingizdan olishingiz kerak bo'ladi. Yoki agar yangi tizim joriy qilingan bo'lsa, vaqtincha ro'yxatdan o'tgan hududingizdagi tegishli xizmat ko'rsatish markazlarida maslahat olishingiz mumkin. Ba'zi hollarda vaqtincha yashash joyi bo'yicha ham ariza qabul qilinishi mumkin, lekin bu hududiy imkoniyatlarga bog'liq. Bu borada aniq ma'lumotni pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limidan yoki transport tashkilotlarining aloqa markazlaridan bilib olish tavsiya etiladi. Uchinchi noaniqlik, turli transport turlari uchun karta. Hozircha gap asosan shahar va shaharlar va avtobuslar, tramvaylar va metro haqida ketmoqda. Ammo mamlakatimizda boshqa transport turlari ham bor. Poyezdlar, elektrishkalar. Ushbu kartalar ushbu transport turlari uchun ham amal qiladimi? Hozirgi qaror doirasida asosiy e'tibor shahar jamoat transportiga qaratilgan. Poyezdlar va elektrishkalarda imtiyozli sayohat tartibi o'zgarmasdan qolishi mumkin yoki u yerda ham alohida raqamli tizim joriy etilishi mumkin. Bu boradagi ma'lumotlar hukumatning tegishli qarorlarida aniq ko'rsatiladi. Shuning uchun agar siz poyezdlarda ham imtiyozli yurishni reja qilayotgan bo'lsangiz, alohida temir yo'l kassalarida yoki ularning axborot xizmatlaridan aniqlik kiritishingizni maslahat beraman. Maxsus transport kartalari asosan shahar yo'lovchi transporti uchun mo'ljallanganligini unutmang. 4-noaniqlik. Kartani begona shaxsga berish. Bu juda muhim jihat. Yuqorida aytganimizdek, har bir maxsus transport kartasi aynan uning egasining shaxsiy ma'lumotlari bilan bog'langan. Kartani boshqa birovga berish yoki undan foydalanishga ruxsat berish qat'iyan man etiladi.
Bu qonunbuzarlik hisoblanadi va jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Masalan, agar sizning kartangizdan boshqa birov foydalanayotganligi aniqlansa, kartangiz bloklanishi, imtiyozlaringiz bekor qilinishi yoki hatto ma'muriy javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Tizim aynan shaffoflikni ta'minlash va suiiste'molliklarning oldini olish uchun joriy qilinmoqda. Shuning uchun kartangizni faqat o'zingiz ishlating va hech kimga bermang. Karta shaxsiy mulk hisoblanadi va uning egasi javobgar bo'ladi. 5-noaniqlik, texnik jihatdan karta qabul qiluvchi qurilmalar, va'dalarlar mavjud emasligi. Ayniqsa, chekka hududlarda yoki ba'zi eskirgan transport vositalarida validatorlar hali o'rnatilmagan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda nima qilish kerak? Agarda siz o'zingizning maxsus kartangiz bilan transportga chiqsangiz, ammo u yerda validator bo'lmasa yoki ishlamay qolgan bo'lsa, sizning imtiyozingiz avtomatik tarzda qayd etilmaydi. Bunday hollarda vaqtinchalik yechim sifatida eskicha usulda, ya'ni pensiya guvohnomasini ko'rsatib harakatlanish imkoniyati saqlanib qolishi mumkin. Ammo bu doimiy yechim emas. Siz albatta transport kompaniyasining aloqa markaziga yoki mahalliy transport boshqarmasiga murojaat qilib, ushbu muammoni bildirishingiz shart. Zero, bu axborot ularga yetkazilishi va kamchilik bartaraf etilishi kerak. Tizim to'liq ishga tushguncha bunday holatlar uchrab turishi tabiiy, ammo u vaqtinchalik bo'lishi lozim. Barcha transport vositalari zamonaviy validatorlar bilan jihozlanishi reja qilingan. 6-noaniqlik, kartani faollashtirish muddati. Siz kartani oldingiz, ammo u darhol ishlamasligi mumkin. Ba'zida kartani rasmiylashtirish jarayonida ma'lumotlar bazasiga kiritish va tizimda faollashtirish uchun ma'lum vaqt talab qilinishi mumkin. Bu bir necha soatdan bir necha kungacha davom etishi mumkin. Shu sababli kartani olganingizdan so'ng darhol ishlatishga shoshilmang. Uni olgan joyingizdan qancha vaqtdan keyin faol bo'lishini so'rab oling. Odatda bu haqda sizga ma'lumot berishadi. Agar aytilgan muddatdan keyin ham ishlamasa, yuqorida aytilganidek texnik xizmat ko'rsatish markazlariga murojaat qiling. Bu kichik noaniqlik bo'lsa-da, ba'zi pensionerlar uchun tushunmovchilikka sabab bo'lishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, bu yangi tizim qulay va zamonaviy bo'lsa-da, undan to'g'ri foydalanish va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarga tayyor bo'lish muhimdir. Har qanday shubhali vaziyatda yoki savollaringiz tug'ilganda bevosita mutaxassislarga murojaat qilishdan tortinmang. Davlat organlari va transport kompaniyalari ushbu yangi tizimni joriy etishda xalqqa yordam berishga majbur. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilishi kerak? Aziz do'stlar, endi eng muhim qismiga yetib keldik, amaliy ko'rsatmalar. Siz nima qilishingiz kerak, qayerga borishingiz, qanday hujjatlar tayyorlashingiz lozim? Har bir qadamni aniq va tushunarli qilib tushuntiraman. Birinchi qadam, ma'lumot to'plash va tayyorgarlik. Avvalo o'zingizning hududingizda ushbu kartalarni berish jarayoni allaqachon boshlanganiga ishonch hosil qiling. Bu ma'lumotni pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlaridan, mahalliy hokimiyat organlaridan yoki transport kompaniyalarining rasmiy veb-saytlaridan, aloqa markazlaridan olishingiz mumkin. Ba'zi joylarda jarayon allaqachon to'liq yo'lga qo'yilgan bo'lsa, boshqa joylarda bosqichma-bosqich joriy etilayotgan bo'lishi mumkin. Keyin kerakli hujjatlarni tayyorlashga o'ting. Sizga nimalar kerak bo'ladi? 1. Pasport yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjat. Asl nusxasi va nusxasi kerak bo'lishi mumkin. 2. Pensiya guvohnomasi. Bu hujjat sizning pensiya oluvchi ekanligingizni tasdiqlaydi. Asl nusxasi va nusxasi o'tuq. Karta rasmiylashtirish uchun ariza. Bu blankani siz kartani berish punktida olasiz va o'sha yerda to'ldirasiz. 4. Agar talab qilinsa, ochiq TSM o'lchamdagi rangli fotosurat. Ko'pchilik hollarda bu talab qilinmasligi mumkin. Chunki raqamli tizimda pasportdagi rasm ishlatilishi mumkin, lekin ehtiyot shart yonlaringizda bo'lsin. 5. Ba'zi hollarda ro'yxatdan o'tgan manzilingizni tasdiqlovchi hujjat, masalan, turar joy hujjatlari. Bu ayniqsa, yuqorida aytib o'tilganidek, vaqtinchalik yashash joyingizda ariza topshirmoqchi bo'lsangiz kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, kartani olish uchun murojaat qilish. Hujjatlar tayyor bo'lgach, kartani olish punktiga borishingiz kerak. Bu joylar odatda O'zbekiston pochtasi filiallarida, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlarida yoki mahalliy transport boshqarmasining maxsus tashkil etilgan xizmat markazlarida bo'lishi mumkin. Sizga eng qulay va yaqin joyni tanlang. Borganingizda navbat kutishingiz mumkin. Shuning uchun biroz sabrli bo'lishingizni so'rayman. Mutaxassisga hujjatlaringizni topshirasiz.
Ular sizning ma'lumotlaringizni tekshirib, tizimga kiritadi. Sizga ariza blankasi beriladi. Uni diqqat bilan to'ldiring. Aytib o'tilgandek, ba'zida joyida rasmingizni olishlari mumkin. Ba'zida esa o'zingiz olib borgan rasmni talab qilishlari mumkin. Bu jarayon odatda 15-30 daqiqa vaqtni oladi. 3-qadam kartani olish va faollashtirish. Ma'lumotlar kiritilgandan so'ng sizga maxsus transport kartasi beriladi. Odatda kartani o'sha joyning o'zida bir necha daqiqa ichida tayyorlab berishadi. Kartani olganingizdan so'ng uning ustidagi ma'lumotlarning to'g'riligini, masalan, ism-sharifingiz va familiyangizni tekshirib ko'ring. Agar xatolik bo'lsa, darhol mutaxassisga bildiring. Kartani faollashtirish jarayoni esa biroz vaqt olishi mumkin. Sizga aynan qancha vaqtdan keyin kartangiz to'liq ishga tushish haqida ma'lumot berishlari kerak. Odatda bu 24-7-2 soat ichida amalga oshiriladi. Shuning uchun kartani olgan kunning o'zida transportda ishlatishga shoshilmang. 1-2 kun kutganingiz ma'qul. 4-qadam kartadan foydalanish qoidalari. Karta faollashganidan so'ng uni bemalol jamoat transportida ishlatishingiz mumkin. Avtobus, metro yoki tramvayga chiqqaningizda kartani validatorga tekkizasiz. Validator yashil rangda yonib, ovozli xabar orqali imtiyoz tasdiqlandi yoki shu kabi xabar bilan sizning sayohatingizni qayd etadi. Agar qizil yonib xato haqida xabar bersa, bu kartada muammo borligini anglatadi. Bunday holatda transport xodimlariga murojaat qiling va vaziyatni tushuntiring. Ularga pensiya guvohnomangizni ko'rsatishingiz mumkin. Lekin bu vaqtinchalik yechim bo'lishi kerak. Kartangizni har doim o'zingiz bilan olib yuring va uni ehtiyot qiling. Quyosh nurlari ta'siridan, namlikdan, kuchli magnit maydonlaridan saqlang. Bu kartaning ishlashiga ta'sir qilishi mumkin. Uni egmang, sindirmang. 5-qadam. Qo'shimcha ma'lumotlar va yordam. Agar sizda yana savollar tug'ilsa yoki kartani olishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, quyidagi kanallarga murojaat qilishingiz mumkin. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari u yerda sizga pensiya ma'lumotlaringiz bilan bog'liq masalalarda yordam berishadi. O'zbekiston pochtasining eng yaqin filiallari. Ular kartani berish jarayoni bo'yicha ma'lumot berishi mumkin. Mahalliy transport boshqarmalarining aloqa markazlari, transport tizimi kartalarining ishlash mexanizmi bo'yicha aniq ma'lumotlar olishingiz mumkin. Odatda ularning saytlarida ishonch telefonlar va murojaat shakllari mavjud bo'ladi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali My.Gov. Bu yerda ham ba'zi ma'lumotlar mavjud bo'lishi mumkin. Unutmangki, bu yangi tizim sizning qulayligingiz uchun yaratilgan. Har qanday texnik muammolar yoki tushunmovchiliklar yuzaga kelsa, xotirjamlikni saqlab, tegishli organlarga murojaat qiling. Ularning vazifasi sizga yordam berishdir. Xulosa va yakuniy chaqiriq aziz tomoshabinlar. Bugungi videomizda biz pensionerlar uchun joriy etilayotgan maxsus transport kartalari haqida juda batafsil gaplashdik. Eski, an'anaviy imtiyozli sayohat tizimi zamonaviy, raqamli va shaffof tizimga o'tib bormoqda. Bu o'zgarishlar sizning kundalik hayotingizni yanada qulay va samarali qilishga qaratilgan. Siz endi pasport yoki pensiya guvohnomasini doimiy ko'tarib yurish. Uni har safar ko'rsatishdek mayda tashvishlardan xalos bo'lasiz. Shunchaki bitta karta va sizning imtiyozlaringiz avtomatik tarzda ta'minlanadi. Biz kartalarni kimlar olishi kerakligi, kimlarga unchalik muhim emasligi, real hayotiy misollar, shuningdek yuzaga kelishi mumkin bo'lgan istisnolar, to'siqlar va ularni bartaraf etish yo'llari haqida gaplashdik. Eng muhimi sizga amaliy ko'rsatmalar berdim. Nima qilish kerak? Qaysi hujjatlarni tayyorlash kerak? Qayerga murojaat qilish lozim? Umid qilamanki, bugungi ma'lumotlar siz uchun juda foydali bo'ldi. Bu videomiz ko'plab pensionerlarimizga, ularning farzandlari va nabiralariga ushbu yangi tizimni tushunishga va unga osongina moslashishga yordam beradi. Siz bu yangi tizim haqida qanday fikrdasiz? U sizning hayotingizga qanday ta'sir qiladi deb o'ylaysiz? Izohlarda o'z fikrlaringizni, savollaringizni qoldiring. Ularni o'qish va muhokama qilish biz uchun juda muhim. Videoga like bosing va agar hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalimizga hoziroq obuna bo'lishni unutmang. Kelgusida ham siz uchun foydali va muhim ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling va doimo salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.